Bugün sizlerge ailede mifen yoki lag'man bilan ishga to'linmas keladigan basayfen teorining qorusini yutib qo'ymay yurganlarni aymay berib film tafsiliga diqqat qilib bugun o'ylanglar. Oldi bilan qo'y go'shti yoki kal go'shtining mushunda sir holatda inchik sir holat to'g'rab tayyor qilib olgandan keyin bir qachiq elib to'piga bir qo'shiq to'z, aqmush, veyjan, xonjavjanyo, anan keyin bir tal tuxum ustiga muvofiq miqdorda suv qo'shayotgandan keyin tekishicha aralashtirib olamiz. To'piga ozroq kraxmal suvmay berib tamlantirib yarim soat qo'yib qo'ygandan keyin tapancalarni muşda sıralatda kesip tayyor qilib olamiz. Basaynimi muşda inchik sıralat to'g'rab tayyor qilib olgandan keyin ko'k qizillarni muşda sıralat to'g'rab olamiz. So'ng piyozni, sinjonni, sho'xlab, palakni mushalat to'g'rab tayyor qilib olsak bo'ldi. Qilish usuli bekadi yurganlarni aymay berib taqib qo'yinglar. Qozonga muvofiq miqdorda may qo'shgandan keyin tamlantirib olgan go'shtimizni silib 2 minut atrofida qo'rib go'shtimizni pishirib olamiz. Uning to'piga sinjon bilan so'ng piyozni silib poroq chiqib qo'rib olgandan keyin tapancalarni silitimiz ozroq ochiq chiqish uchun. Basayni silib 1 minut atrofida qo'rgandan keyin to'piga ushoq to'g'rab olgan sho'xlimizni silitimiz. Sho'xlini silib bir aralashtirib olgandan keyin ko'k qizillarni silib 2 minut atrofida qo'rib to'piga muvofiq miqdorda suv qo'shib, janyodan ozroq berib o'tgandan keyin chilib olgan pintozimizni silib tekishicha bir aralashtirib o'tib, to'piga jijan, veyjan, ozroq toz va ochiq suv berib ta'min tanishib olgandan keyin to'piga ko'krak chiqish uchun palakni silitimiz tekishicha aralashtirib saqlam o'xshagan basayfen teoriya tayyor bo'ldi. Qilishadigan bakishlik cho'qim sinab qo'yinglar.